Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Talablarga binoan navolarni, karitalarni so'rab izlab topib keldik. Hozir narxlari bilan necha metrligi, qancha bo'ladi, barisi bilan video davomida kuzatib ko'rib borishingiz mumkin. Hozir narx barisini tushuntirib o'tamiz. Ana unda bizlar ketdik. Dugal navalar 5 metrlik konteynerli işlengan qalın. Prost malla üstüne minib ketmeslik üçün, bir dügüşmeslik üçün zor variant da olma varsa. 5 mal üçün mo'ljal. Navaga minib ketmeydi. Her türlü nede qoralansa maslaq qilib beramiz. Razmerine qarab 10 metr, 12 metr, 15 metrgacha işləyirəm. Elində 4 metrlik. 4 metrlik necha so'm narxi? Metri 420 ming so'mdan bana. Her xil razmerda ishlab beramiz. Dugal xillar. Kelishtirib berasizmi? Geliştirib beramiz. Aytgan baxına satalmısan bəzi. Yani yerde dugasız variantları var. Üstünde dugas yok. Dugasız. Puanlar farkınca? 370 ming so'm metri, 350 mingligi var. Materialına qarab bahası çıqaveradi ona. Bahası çıqaveradi. Öyleyse öz işler özlerinin kolundan geçen nerede listeleri var mı? Ayrılgan, bugülgen peste. Ondan satanız. Bunlara mobilni palatkadan satılır. Ştukka satıladı. Necha so'mdan turadi bu shtuka? Tak, 380 mingdan beramiz. Shtukini 2.35ligi bo'ladi, 2.60ligi bo'ladi. 80 ming dedingmi? Shtuka. 80 ming bo'ladi, bir danasi bo'ladi. 300 olsun 350 mingligi bo'ladi. O bir kunga keladi, asqamadi yo'q etdi. Razmerlarimizda ishlab beriladi. Nomerlarni pastga yozib qoldiramiz. Telefon nomeringizni? O'tishir olsun. Bular ham 650 ming so'm shu turishi 2.35 uzunluğu geliştirib beramiz uni. Geliştirib. Yetkazib berish xizmati bormi? Dastlab qilish qilib beramiz. Bor deydi. Bahasini bersak. Telefon nomeri aytib berasizmi? 93'dan 93'dan 200 237 37. Atanız? Hamdam deb murojaat etib. Mal bozorining to'rida. Temir bozori. Mal bozori joylashgan. Amudaryo tumani Mang'it mal bozori. Yonida temir bozori bilan sizlar ana shu yerda joylashgan. Bachoklarimiz ham bor ekan, sotiladigan. Buni necha kiloluq bu? 200 litrlik. Necha so'mdan narxi? 130. 130 ming so'mdan. Kelishiladi, ha? Kelishiladi. Ocaqlarimiz bor. Ocaqlarimiz. Qalin. Qalin xilisi, yaxshi xilisi ekan. 1 million 300 ming. 1 million 300 ming so'm. Bu necha kiloluq bu? 60 kilo. 60 kiloluq. Mana necha so'm ekan? Mana 45 kiloluqlari bor ekan. O'choqlarimizning 750 ming so'mdan deyotir. Kelishtirib beriladi. Suv bachoklar ham bor ekan mana. Bu 500 kiloluqmi? Ha. 500 kiloluq ekan. 750 ming so'm. 750 ming so'm aytilyapti narxi. Mana 4 karitalardan materiallar ham yaxshi. Konteynerning listinden deydi. Necha so'm dedingiz narxini? 750 ming. 750 ming so'm aytilyapti ekan.
Hamma shu ko'rsatilayotgan bar narsalar narxidan kelishtiriladi, 1-2 so'm arzonroq qaytib beriladi. Mana bu yerda konteynerning listlari bor ekan, mana qalin xillisi, yaxshisi. Qancha so'm bo'ladi bu? Shtukkasi 850 ming, kvadratga 170 ming. Kvadratga olinsa 170 mingdan, shtukka 850 ming so'm. Tamam, kesdik beramiz. Birinchi. Mana karitalar ham mana. Narxini qancha dedingiz bu birinchidagi? 750. 750 ming so'm. Bu necha metrligi bu? 2,5 mi? 230. 230lik ekan. Arg'uzillar qanchadan? Metrdan 375 ming. Metri 375 ming so'mdan aytilyapti. Tumcha o'choqlar ham bor ekan, mana. Necha so'm bu turshi? 850 mi? 850 ming aytilyapti. Qalin xillasi ekan. Yaxshi. Disting razmeri 8lik deydi. 850 ming. Mana bu Uxan xillasi ekan, karitaning mana ko'rib o'tganimizning 850 ming so'm deydi narxi. Izvest turbalarimiz qadimgi burungi yaxshi xillasi deydi. 650 ming so'm shu turshi deydi. Shu bir dona turshi где-то 4 metr chiqadi, ha? 390 ekan. 650 ming so'mdan ham kelishtirib beriladi. Mana shuning kichkina xillasi izvest turbalarimizdan. Razmeri kichkina xillasi. Buning bo'yi qancha buniki? Buniki ham 390 ekan bo'yi. Buning narxi qancha? 450 ming. 450 ming so'm deydi bir danasi. 390 aytilyapti bo'yi. 450 ming so'mdan ham arzonroq kelishtirib beriladi. Telefon nomerlarini pastga yozib qoldiraman, bemalol murojaat etaverasizlar. Manzilimiz Amudaryo tumani Mang'it mol bozorining yonida, mana ko'rib turganlaringiz Mang'it mol bozor yonboshida o'ng qo'lda, chap qo'lda bo'ladi. Mol bozorda aynan qarasangizlar, chap qo'lda temir bozor bor, mana. Mana shu yerda o'zi kelsangizlar ko'rinib ham turadi barisi. Agar videolarimiz foydali bo'layotgan bo'lsa, qo'llab-quvvatlash maqsadida obuna va like tugmachasini bosib qo'ysangizlar, bu bizga motivatsiya bo'ladi va kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda bu narsalarning narxlarini olib chiqishimizni va video obzor qilib chiqishimizni. Shu o'rinda yana bir eslatma qilib o'taman. Ko'pchilik tushunmayotgan o'xshaydi. Obuna va like bosish, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirish mutlaqo tekin, sizlardan hech qanday pul ketmaydi. Toza joylagan videolarimizni birinchilardan bo'lib ko'rishingizda bu foydali bo'ladi. Shuning uchun obuna tugmachasini bosib qo'ysangizlar, o'zingiz uchun foydali bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling.